Bugun xonadonda yarim tayyor mahsulotlardan yana bittasi tok va galsilarimizdan gursiz keto diyetaga mos mahsulotlardan pishirib ko'rsatamiz. Zaytun yog'idan foydalanamiz. Piyozlarimizdan qo'shamiz. Hangisini ko'p savolda keladi? Go'sht qatdan oladi. Nefti go'sht ishlatasizmi? O'zimizdan go'sht ishlatasizmi? Sirli go'shtlardan ishlatasizmi deb? Yo'q, sizda hammasi o'zimizdan nefti go'shtdan ishlatiladi. Xo'p, keto mahsulotlarimizga, misol uchun karom tok bo'lmalarimizga umuman go'sht ishlatilmaydi. Keto diyetaga mos qilib tayyorlanadi. Ichidan go'sht, piyoz, zilli ko'rab olinadi. Juda ham mazali go'shtning chiqadi, yetinglar bitmaydi. Piyozimizdan qizartirib olganimizdan keyin o'zimizdan домашний, mana uyda tayyorlanadigan ikralarimizdan tayyorlab solamiz. Tomatimizdan bir qoshiq sovuramiz. Ovqatimizga ozgina himoyasidan sovuramiz. Suvimizdan sovuramiz. Ozgina qaynab chiqdi. Yarim soatcha qaynatamiz. Endi o'zimizdan mahsulotini solamiz. Mana qizjonlar mahsulotlarimizni solganimizdan keyin qaynab chiqdi. Endi ustini yopib 40 minutga qoldiramiz. Mana qizjonlar, bizani ichi gursiz bo'lgan tok to'lmalarimiz va galsilarimiz tayyor bo'ldi. Bular keto variantida tayyorlangan. Bemalol zakaz qilib, o'zingizdan davom ettirsangiz bo'ladi.